Men O'rinova Nilufar, Abdurofitlar mahallasida yashayman, Mirobod tumanida. Bu tikuvchilikka oldindan qiziqishim bor edi. Shu qiziqishim tufayli shu mahallaga chiqdim, mahallada yordam so'rab chiqdim. Mahallamiz bizga ayollar daftarida ro'yxatda turish aytdilar. Ro'yxatda turdim. Ikkinchi toifali bo'yicha, shu ikkinchi toifali bo'yicha ro'yxatda turgandan keyin menga mahallamiz 50 million kredit olish tavsiya qildilar. Men 50 million kredit olib, hozirgi kunda 3 ta mashina kreditga oldim. 2 ta ishchi o'rini yaratib, ularni ro'zg'orida ancha yordam qilib, hozir endi tadbirkorlik kengaytirish bo'yicha ishlar olib boryapmiz. Bizga shunday sharoitlar yaratib berganidan prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shuncha o'z qiziqishim bo'yicha shuncha ish qilyapman, xursandman bundan. Endigi maqsadim, Xudo xolasa, katta tadbirkorlik bo'yicha qadam qo'yish niyatim bor. Tikuvchilik bo'yicha bozorga olib chiqish niyatim bor, o'z narsalarimni. Hunarmandchiliklarga a'zo bo'lib, hunarmandchilik yo'lida qatnashish niyatim bor, Xudo xolasa.